Mayit shu holatda olib kelinadi va oyoqlarini ham yechiladi. Yechilgan holada o'tkazilib, qornini siqib, najosatlar chiqarib yuboriladi. Keyin mustahab qildiriladi. Qo'lga material o'rab va oldini ham mustahab qildiriladi va tahorat qildiriladi. Tahoratda qo'llarini, ikki qo'lini tozalab yuvilgandan keyin og'izlarini alohida material bilan chayqab, burunlarini ham alohida materialda chayqaladi va tahorat qilishda boshlanadi. Boshlariga maslar tortilib, keyin g'usulda boshlanadi. G'usulda boshdan suv quyiladi. Avvalo keyin kindiklarini bir qator ko'rib qo'yiladi va shu holatda material ustidan suv quyiladi. Hamma yo'g'ini yuvib suv quyiladi. Keyin yelkasidan quyiladi. O'ng yelka ko'rinyapti. Orqa tomon, orqalarini ham xuddi shu shaklda ustidan suv quyib yuboriladi. Keyin oyoqlarini yaxshilab chayib qo'yiladi. Tahorati qanday bo'lsa, shunday qilinadi. Inson hayotida bir marotaba duch keladigan voqealarni yoritishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.